arzon Shvetsariyada ketayotganda his qilyapman-da. Hatta Shvetsariyaga hali borganim yo'q. Videolarni ko'rib, sevganim shu. Ko'rib, davom etamiz. Poda ketyapti. Mana bu hozir hosil bo'lgan maxsus nima deyiladi buni strukturasini stalaktitlarga o'xshagan Shamolli shahar. Shamolli shahar deb aytamiz. Bularni biz menimcha yetarlicha o'rganish kerak, balki o'rganilgandir. Bizda ma'lumot topolmadik. Lekin xuddi shunaqani Shvetsiyada Gotland oroli bor, eng katta orol. Shu orolning tepasida xuddi shunaqa shakllangan. Odamlar shu tarixni bilish, tarixga qiziqish uchun borib, shu nechadir million yil oldin shakllangan anaqalarni ko'rish uchun borishadi, ko'rishadi. O'zimizni yonimizda. Necha pul to'laydi u yerda shu Gotlandga? Borish uchun kamida 1,5 ming sarflab kelishadi. Biz uni 10 barobardan kamroq pul sarflab mana ko'rish mumkin. Mana borib kelganlar aytayapti.
unikal ko'cha. Men ko'zdirib keyinroq qo'yaman. Marion G'ofsor bo'lgan dunyodagi unikal ko'cha. Juda baland. Men ko'rgan tog'larda ichida eng baland. Oldimda bor. Sharsharaga chiqamiz. Mana bu mashinalarda shahardan olib chiqadi 300 so'm 400 so'mga. O'sha sezon vaqti shunaqa. Hozir endi butun mashinani gaplashishga to'g'ri keladi. Mana shunaqasiga tepaga ko'tarilamiz. Mana bu yerda o'tadigan point ekan. Kirishi 20 so'mdan ekan. Arslonbob sharsharasi ekan Davron aka aytishi bo'yicha. Mana bu ko'rinib turgan qishloqni nomi Arslonbob. O'zi shaharlashgan sababi shu kichkinagina maydonda 16 ming nafar aholi yashaydi. Aholisini asosiy qismi o'zbeklardan iborat. Mana bu yerda esa Arslonbob katta sharsharasini ko'rishimiz mumkin. Shu Arslonbob sharsharasi bo'ladi, katta sharsharasi. Balandligi 80 metrni tashkil qiladi. Mana bunaqa atrofini nimalar qo'ygan, barrikada. Odam ketmasligi uchun. Bu pastda ham sharshara bor. Bu sharshara dengiz sathidan 2200 metr balandlikda joylashgan. Pastga kelish menimcha imkoni yo'q. Tam deganda qo'yishadi. Hamma munosabatlar 50 so'm. Mana Qora xatmi? yomg'ir kelyapti tepada, o'zi yog'yapti. Demak bizga ham yetib keladi. Biz bu sharsharani ko'rdik.
mana yoqqa kel. Yoqqa kel. O'z gapiring. Yo'q, sen o'zing gapirgin. Tarasga kelsanglar, mana shu yigitga uchrasanglar, istalgan narsani xalq beradi, Xudo xolasa. Ibrohim ismi? Bu oqchechak daraxti. Aha. Shu yerlarda bor, urug'ini yerga tashab, urug'idan chiqib ko'payadi. O'zi ko'payadi urug'idan. Chinorga o'xshab ketar ekan-a? Ha, shu daraxtlarga o'xshaydi. O'tinga ishlatishadi buni. O'tinga asosan. Urug'idan o'zi chiqadi. Salqinlikka. Keyin savol sizga. O'rmonzordagi nimalar bor-ku, yong'oqzorlar. Yong'oqlarni kim ekkan? Yong'oqlarni Arslonbob ota degan odam ekkan. Shu yerda yong'oqlar urug'ini tashab ekishgan. Undan keyin hozir ko'payib ketgan. O'sha ekilgan, undan keyin u yong'oqni terilmagan urug'lari tushib, yong'oq o'zi tushib, o'zidan ko'payishgan. Ko'payib ketgan-a? Men tepadagi sharsaraga yo'lni yopib qo'yibdi. U tepaga o'tish mumkin emas. Odam tushib ketishi mumkin, orqaga o'tsangiz, tolalar bor. Aylanadigan joylari bor. Qurbonko'lga ham olib chiqishadi bu yerdan. Ha, bu tomonda yo'l bor. O'zi mashinada ham olib chiqadi, otda olib chiqsa bo'ladi. Taylasanglar olib chiqadi. Babashotagachi? Babashotaga ham chiqsangiz bo'ladi. Chiqamizlar sizlar? Yo'q, o'zim men chiqmagan. Ha, xudo xolasa chiqasan. Mayli, rahmat senga, sog' bo'ling. Sog' bo'lgin. Ya zo'r, malades. O'tgan yili ijtimoiy tarmoqlarda Arslonbobga katta sel keldi deb, selni nimalarni ko'rganda, u markazdagi do'konlarga yuvib ketgan edi. O'sha sel qayerdan kelgan? O'sha katta sharsharani tepasidan oqib, tevadan suv tushganda sharsharaga tosh tiqilib, katta tosh tiqilganmi? Katta tosh tiqilib, nar tomoni ko'l paydo qilib, suv toshib ketgan. Shunaqa keng maydon bormi buning orqasida? Ha, bu orqasida o'sha tosh, suvlar bor. Tepadan suv tushgan. Tosh shu yo'q qilgan. Keyin birdaniga tosh ochilib ketib, katta suv ko'payib tushgan. Qayerlargacha bo'lgan suv? Shu chamada bir 50 metr tepalikka chiqqan, o katta toshlarning oldiga jo'rin chiqqan suv. Katta toshlargacha chiqqan, ha? Mana bu katta toshlargacha chiqqan, ha? Katta toshlarning. Keyin u to markazgacha ketgan sen. Ha, 2 kun oldin, 2 kundan keyin chiqqanimizda ko'rganmiz biz. Shu yergacha ho'l joylari bor edi. Halofat bo'lmaganmi? Yo'q, nima, chayla bo'lmagan. Odamlar nima bo'lmagan, sentrda magazin, uylarni yuvib ketgan. Do'konlarni yuvib ketdi-da, ko'rdim-da. Shu yerdan shuncha katta suv yig'ilgan ekan-da tepada. Hamma shu Arslonboblar chiqib turadi adadga. Yaxshi gaplaringizni ayting, yozib oling. Palatkalar quriladi. Keling. Palatkalar quriladi. Maytga olib qo'yishdi. Ha, bu to'sni bu yerda. Ochiq edi. O'ylar to'st qo'ysang, bo'yralar. Butun dunyoga mashhur ushbu yong'oqzorlar to o'sha Iskandar Zulqarnayn zamoniga borib taqaladi va Iskandar ham mana shu yerdan urug'larni olib ketib o'zida yetishtirgan degan rivoyatlar yuradi. Akalar, bu yong'oqzorni qanday tashkil qilingan? Sizlarga ham ajratiladimi? Qanaqa tartibi? Bu yerda aslida o'zi 49 yilga bo'lib bergan. Har biri seniyaga ulush qilib bo'lib berilgan. Bir oilaga qanchada? Gektar emas, bir shu tukka bo'linganda 150 100 tuklarga olinadi, shunaqa. 200 tup olganlar ham bor. 100 tup eng bo'lmaydigan 100 tup mana shunaqa daraxtdan olinganda. Xo'p, buni qanday ajratib olasizlar? Mana bu tup meniki, bu tup meniki deb. O'zi endi bitta ikkita o'tib kelsa bo'laveradi bir-biriga. Unaqa aylanmas, na priska bo'lmaydi. Shunday qilib turib monda biyasizligi dedim, biyasiz. Urush janjal yo'q. Ha, urush janjal yo'q. Ha, keyin qanday uni parvarishi qanaqa bo'ladi? Buni endi shu Alloh taolo ekib qo'yilgan, parvarish qilmaysiz. Ha, uni yangi ham ekiladimi? Yangi ekilganlar bor hozir. Yangi cheklar bo'lsangiz, bandamanda ekib qo'ygan. Endi ko'karadi-da ular, jichcha bor endi. Hashar qilinadimi, nima bo'ladi? Bu ekish nima bo'lgan aytyapsiz? Yo'q, mana shu parvarish qilish uchun. Buni har bir yo'llarni to'g'rilash uchun o'ziga bo'lgan joyda o'zi qaraydi-da. Xotini ham mana shu odam o'zi qiladi. Misol mana shu to'silgan joyga mana shu oshnamiz qaraydi. Misol sinib qolsa ham bir daraxt o'zicha uyga akta olmaydi uyga. Lesozga tushib turib, lesozda yozdiradi. Bizda mana agar o'zimizda bitta yong'oq qishda ant olib qolibdi. Yozib bering deydi, pulini to'laydi.
O'tinni oladi. O'tinni uyga olib ketadi. Pul to'lanadi, bekor emas u. Yani yong'oq plan soladi. Misol uchun 2 tonna, 1,5 tonna yong'oq chiqsa, siz 200 kilo shunaqa planlar soladi. Yana plus joyi plan to'laysiz, nalogini har yil to'laysiz. Yong'oq bo'lsa bo'lmasa ham. Nalog bor, nalogini to'laysiz. Masalan 100 tubdan qancha yong'oq chiqadi va qanchasini davlatga topshirasiz? Endi yong'oqda katta kichikligiga qarab. Misol uchun 2 tonna olishingiz ham mumkin 100 tonna. 100 tubda. Bo'lmaydi Katta kichik mamdoq katta bo'lsa, 500 kiloni oshib ketadi-da. Bo'lmasa 1,5 tonna, 1 tonna. qancha foizini davlatga topshirasizlar? 10% topshiriladi-da. Keyin qarang bu yerdagi yong'oqlar juda baland. Bu balandidan qanaqa qilib terasizlar? Buni tepasiga chiqadi. Buni deng Tepasiga chiqasiz. mavsum borda kelsangiz Страховка bilan. Bestrovka. Без страховка chiqasizlar mana shu tepasiga. Tepasiga chiqamiz. Mana shu tepasiga без страховка. Qoqiladi. Iloji bo'lsa qo'limiz yetadi o'sha nimalarga yetib turib mana qilib tushiramiz. Hamma emas. ketadi. Hamma emas. O'zini maxsus Hamma Hamma emas. chiqa olmaydi. Misol uchun telefon qilib yaxshi kuyadigan bola bo'lsa 3 ta qilib olsangiz 3 ta. 3 oy 100 ta bir kunda kuyib ketadi. Ya'ni 2 kunda qoqib ketishadi. Mashallah. Qoqib beradi bo'lib, terishni o'zi tera olasiz. To'lka haqi berish. Misol uchun ashit bir qop tushami? Yarimi beradi. Mana shu tepasigacha chiqadi. Chiqadi. Tepasida qoldirmaydi imkon qadar. Mauгли ekan. Shunaqa chiqadi kam, hamma emas. Hamma emas. O'zi maxsus. Tushib, yiqilib, oyog'i singanlar, o'tib ketganlar ham bor. Masalan, kuzda endi makam o'ziga ishonaman deydi, lekin bor-da, yiqilib tushganlar ham ko'p. Tavakkal qilib chiqilib. Tavakkal, endi bu garantiya deyapman, chiqib qoqib beraman deyapman, tavakkal. Tepasiga chiqib qolmasangiz tushmaydi. Kan, bir qarayotgandan keyin tushadi. O'zini tushishini qarab o'tiraman desangiz, shu yerda qishlashingiz kerak-da. Bu yong'oqlarni o'zini kushandalari ham bormi? Qarg'ayib ketadimi yo nima? Qarg'aydi, ha. Bundan serobda endi, serob bo'lgandan keyin qaramaysiz. Bir mana shu bir tupda monda. 150 kilo yong'oq tushgan bo'lsa, buni endi 2 kilo, 5 kilosini olar, o'sha tushandalar. U o'zini rizqida. Ha, uniga qaramaysiz unda. Ya'ni kalamishlar bo'ladi, mon tagiga uy solib tashiydiganlar bo'ladi yong'oqni. Unga qaramay, u serobchilikda, dehqonchilik deydi buni. Qaramaysiz. Yirtqichlar ham kelib turadimi? Bor. Tulki, bo'rilar bor. Ayiq. Turmasa kerak. Ayiqlar burun bo'lgan ekan, burun. Hozir aholi ham ko'payib ketdi. Bobo shota taraflarda bo'lsa kerak ayiqlar. Ko'payib ketib aholi yo'q qildi-da, yo'q ketdi. Toqqa tepaga chiqib ketgandir ular. Bo'lishi mumkin. Kiylari bor, tog'da, kiyi bor. Rahmat, salomat bo'linglar aka. Ana zo'r bo'ldi. Qo'yib yuboradi pastga qarab. Qo'limizni sekin tepaga chiqqan sekin tepaga usha olasiz. Qo'yib yuboring desam, ketganda. Mana hozir mana tramplinda hozir Sarvarjonni uchiramiz hozir mana tramplinda. Qo'yishdi meni-chi. Tajriba qanchasi? Mana. Yanami? Sarvar aka nargisiga borib Sarvarjon, men sizdan roziman. Bo'ldi. Hali ko'p tog'larga chiqamiz sarvarga. O'g'irlamang. Mana. Yetadi. Qo'yib yuboring. Qo'l teparada o'sha, teparada yana. Sekin qo'lini. Mazza yo'q. Endi maza qiladi shu yerda. Mashalloh. Yana shir ekan bunda. Ana, Soqitjon. Nima deb qo'ying endi? Zohidjon istamadi. O'z emotsiyalarini bo'lishni istamadi bizga. Haliga nima qo'rqayotgan yuzini ko'rsatgisi kelmadi bizga. Ko'zlari ola-kula. Yuzlarini, oqargan yuzlarini. Ola-kula. Ko'tar, hey! Ola-kula ko'zlarini ko'rsatmadi dedi. Aka, mana shu yigitchi balandroq ko'tarish kerak oxirigacha. Men baqirmayman deydi. Ya, uni baqirganini nima deyishga ko'rganmanmi? Ongayindami? O'ygayinda. 2 o'chib ketdi. Hey! Baqirmadi ya men. Uyda ichadigan arg'imchoq. Bali, 5 kishi chiqqan tanlamabdi. Nima deyish kerakligini. O'shancha nimaligini oldirmadi-yu videoga. O'chib qolib olmasin deb.
Bu qizil yonsa nima bo'ladi? O'chib qoladimi? Bilmadim. O'chib qoldi bu. Bitta bosing. Mana ishlayapti-ku. Sizlar mana yong'oqzorni videoga olib ketyapmiz. Dunyodagi eng katta yong'oqzor deb e'tirof etilgan va tan olingan. Maydoni 600,000 gektardan ziyod. Mana sheriklarimiz ketyapti. Mana ko'tar. Ha? Oyoqni ko'tarish kerak oxirigacha. Yo'q, olmaydi. Salomat bo'ling. Ya, uni baqirganini nima deyish? Bilganmanmi? Qongayingdami? Hey! Ye, baqirmadi-ya men. O'shancha nimaligini oldirmadi-yu. Tortaveraylik yana. Bo'ldi. Bo'ldi. Qo'yvoraymi? Allohu akbar. Oho! Aho! Hey! Aho! Alhamdulillah. Monzorda ishlovchi Farhod akamdan bir savolni so'raymiz. Farhod aka, xalqimizda bir gaplar yuradi-da. Yong'oq tagida yotma, jinchalib ketadi. Yong'oq tagida yotsang, kislorod kam bo'ladi, karbonat angidrid ko'p bo'ladi deyshadi. Mana necha yillardan beri mana shu yong'oqzorlarda yashayotgan inson sifatida nima deysiz shu gapga? Endi undaqa gap so'zlar ham bor, to'g'ri. Endi biz shu 6 yildan beri mashinaga chiqqanmiz, shuni ochganmiz, turgan nimasiga bunaqa jayli u darajaga emas. To'g'ri, endi yangani ziyon tomoni bor, endi bu ham nabrot havolada o'sha tomondan jinday alnaqsirab nima bo'lishimiz mumkin. Yangani tagiga uxlasang anaqa bo'lib qoladi, jinni bo'lib qolasan, anaqa mandaqa yo'q, undaqa gap so'zlar yo'q. Ha, men bu yerga kelishdan oldin o'rganib ko'rdim. Aksincha mana shu yerda kislorod boshqa mevazorlarga qaraganda mo'lroq bo'lar ekan. Ko'proq bo'lar ekan bu yerda. Haligi odamlarning gapi ilmiy asosi yo'q ekan. Qo'rqinchli emasmi? Yo'q. Qayerdan keldingiz siz? Javobda. Ha. Galbon qiroli. Bizda shaharlarni zo'r rasm yozsangiz bo'ladi. Sizga ham olsangiz bo'ladi.
bugun top toza vijdon bilan dam olsam bo'ladi. Chiqolmayman. Kecha oshib shuni chegilib yoqdi. Ertalab. Abshiratdagi borishdagi manzaralar mana shunday ko'rinishda. Mana bu yerlarga e'tibor bergan bo'lsangiz, seldi yo'li. O'sha tunnel qilishdan ko'ra arzonroq tushgani uchun keltirishgan. Tog'ning tepasiga bulutlar urilganini ko'rish mumkin. Ha, kelib. Abshirotaga kirish. Shu yerga mashinalar qo'yiladi. Mana bu dara oralab kirib borilar ekan. Abshirota sharsharasiga. Chap qo'lingizda ko'rishingiz mumkin, chap tomoningizda. Tog'ning ichidan teshib chiqqan holda chiqayotgan sharsharani. Hozir suvda kam vaqti sababi tog'lardagi muzlar hali oxirigacha erimagan. Shuni hisobiga bu kamroq tushyapti. Yoz o'rtalariga aynan mavsum vaqtlari bu yerdan otilib chiqayotgan suv mana bu ko'rinib turgan toshdan bu yoqqa o'tib tushadigan darajada napor bilan chiqargan. G'orlarni ko'rishimiz mumkin. Bir nechta g'orlar oralab. Mana shu Nargı ko'yjar. O ko'p bilmagan. Buni ko'p bilmagan. Siyrakkina yashayotganda bular, bo'lmasa tog'lar hammasi mana daraxtzor, boshqa suv bemalol. Mana shu ko'rib turganimiz Abshirota sharsharasidan keyin ham yo'l davom etgan. Yonimdagi sherigimda aytishi bo'yicha bu yo'l o'sha mashhur Oloy tog'lariga, katta Oloy
tizmasiga qarab o'tib ketadi. Katta Oloy tizmasidan keyin Tojikiston bilan chegaradosh hududlarga borib, o'sha yerdan Tojikistonga o'tib ketish mumkin. Daraga kirib ketaverishda joylashgan ekan. Patlıcanlar. Mahalla aholini aytishi bo'yicha bu
yo'l 15 kilometrdan keyin tugaydi. Undan u yoqqa faqat otlarda Oloy vodiysiga borish mumkin ekan. Boya ma'lumot sal noto'g'ri aytibman.